Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Latviya mamlakati hamda u yerdan taklif etilayotgan ish o'rinlari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Video davomida Latviya vizasi haqida gapiradigan bo'lsak, Latviya vizasini hozircha 2025-2026 yil sarhisobi bo'yicha qo'lga kiritish Yevropaning Schengen hududiga a'zo bo'lgan boshqa Yevropa mamlakatlariga nisbatan osonroq. Xo'p, bundan 2 yil, 1,5 yil oldin xuddi Polsha vizasini olish ham osonroq edi. Keyinchalik Polsha vizasini olish qiyinlashdi. Mana shu haqida ham sizga ma'lumot aytib o'taman. Aytib o'tadigan ma'lumotim endi bizga nima desam bo'ladi? Latviya mamlakatidan taklif etilayotgan kasb egalari hamda oylik maoshlari, yosh chegarasi, til talabi haqida, ketish xarajatlari hamda u yerdagi imkoniyatlar haqida oylik maoshlari bo'yicha sizga ma'lumotni o'qib eshittiraman hamda brutto va netto farqlarini tushuntirib beraman. Yevropaning Schengen hududiga a'zo bo'lgan mamlakatlari haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda Latviyadan taklif etilayotgan vakansiyalar bu payvandchilik. Payvandchilik ya'ni qanday? O'zimizni oddiy ko'cha iborasida bu svarchilik. Oylik maosh 1200 yevrodan 1600 yevrogacha netto tariqasida to'lanadi. Yosh talabi 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar. Xo'p, rus tilini bilish shart. Keyingi ish o'rni bu Latviyada xona tozalovchi ishlari. Oylik maosh 1400 yevro va 600 yevro atrofida nettoda to'lanadi. Erkak va ayollar 25 yoshdan 45 yoshgacha. Til talabi rus tili, latish, ingliz tili. Mana shu 3 xil tildan bittasini suhbat darajasida bilishingiz kerak bo'ladi. Latviya quruvchilarni ishga taklif etamiz. Ya'ni quruvchilik yo'nalishi bo'yicha oylik maosh 1350 yevrodan 1600 yevrogacha to'lanadi. Bu netto tariqasida. Yosh chegarasi 25 yoshdan 40 yoshgacha. Erkaklar rus tilini bilish shart. Yana Latviyada ish duradgorlik oylik maosh 1300 yevrodan boshlanadi, netto tariqasida to'lanadi, rus tilini bilish shart. Keyingi o'rin bu operatorlik 1200 yevrodan 2000 yevrogacha, yosh chegarasi 25 yoshdan 40 yosh, jins erkak, rus tilini bilish shart. Latviyada oxirgi vakansiya oshpazlik 1200 yevrodan 1500 yevrogacha netto tariqasida to'lanadi, 22 yoshdan 48 yoshgacha bo'ladi va 5 yillik tajribaga ega bo'lish kerak. Rus tili yoki ingliz tilini suhbat darajasida bilish kerak. Xo'p, agarda sizga bundan ham ko'proq vakansiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Finlandiya, Germaniya bo'ladimi, Shvetsiya, Shvetsariya bo'ladimi, Daniya, balki Niderlandiyaga bormoqchidirsiz. Uning uchun bizning Telegram kanalga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. U yerda vakansiyalar juda ko'p. Agarda mana shu vakansiyalarga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini yoki ism familiyangizni hozir qaysi mamlakatdasiz yozib qoldiring. Til talabini aytib o'tdim. Rus tili, ingliz tili. Agarda mana shu rus tilini bilmasangiz, bizda kurslar bor, rus tili bo'yicha bepul, bemalol qatnashib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Agarda oz-moz biladiganlar bo'lsa, bilimingizni yaxshigina mustahkamlab olishingiz mumkin. Ya'ni qaysidir chet tili kursiga borib 500-600 ming so'm to'lov qilmasdan biz orqali o'rganasiz. Agarda sizga yoqmasa, xarajat qilmagansiz, xarajatingizga kuyib qolmaysiz. Bu biz orqali sizga qilinayotgan taklif va yangilik. Keyingi o'rinda sizga payqagan bo'lsangiz, brutto va netto. Brutto, netto deb tushuntirdim. Ana endi sizga shu haqida ma'lumot beraman. Brutto deylik, men 3000 yevro bruttoda oylik maosh oldim. Men soliq to'lashim kerak. Bunda 20% soliq to'lasam, 3000 yevrodan 600 yevrosini qaytarib berishim kerak bo'ladi. O'zimga qoladigan 2400 yevro. Brutto deganda oylik maosh olasiz, ichidan solig'ini davlatga to'lashga majbursiz. Xo'p, deylik 2500 yevro oldim netto tariqasida. Men soliq to'lamayman, chunki men oyligimni olishdan oldin davlat o'sha oylik maoshdan men to'lashim kerak bo'lgan soliqni olib qolgan. Mana shu yevro bilan yevroda brutto va nettoning farqi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak.
Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi sizga Schengen hududni tushuntirib beraman. Yevropa Schengen hudud deganda ikki qismga bo'linadi. Birinchisi Schengen hududga a'zo bo'lgan mamlakat, ikkinchisi Schengen hududga a'zo bo'lmagan mamlakatlar. 44 ta mamlakat bor Yevropada, 29 tasi Schengen hudud, 15 tasi esa Schengen hududga kiritilmagan mamlakatlar. Deylik, Schengen hududida 29 ta davlat bor. Siz Polshaga bordingiz. Polsha orqali, o'sha viza orqali Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Italiya, Fransiya, Ruminiya, Bolgariya mamlakatlariga bemalol tekshiruvlarsiz borib kelishingiz mumkin bo'ladi. Chegara nazorati yo'q bunda. Valyuta birligi yevro. Yevro pul bo'yicha ham qiynalmaysiz, bemalol o'tib qaytishingiz mumkin. Xo'p, bularni nomma-nom sanab o'taman. Bular Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Portugaliya, Niderlandiya, Belgiya, Avstriya, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Gretsiya, Polsha, Chexiya, Slovakiya, Sloveniya, Vengriya, Estoniya, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Malta, Xorvatiya, Ruminiya, Bolgariya, Norvegiya, Shvetsariya, Islandiya, Liechtenstein. 29 ta mamlakat esingizda qolsin. Agarda yodingizda qolmasa, videoni takroran ko'ring yoki kommentariyada shu mamlakatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Schengen hudud deb yozib qoldirsangiz, kommentariyingizga mana shu davlatlarni nomini sizga tashlab qo'yaman. Albatta bu sizga kerak bo'ladi Yevropaga qiziquvchilar uchun. Ana endi Schengen hududiga a'zo bo'lmagan mamlakatlarni aytib o'taman va u yerga borsangiz nima bo'ladi? Buyuk Britaniyaga bordingiz, vizasini olib, chegara bor. Siz Schengen hududga a'zo bo'lmagan mamlakat Buyuk Britaniya. Deylik Germaniyaga o'tmoqchisiz, alohida viza tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Pul birligi ham Germaniyada yevro, Buyuk Britaniyada esa funt sterling. Xo'p, Schengen hududiga a'zo bo'lmagan mamlakatlar bu Buyuk Britaniya, Irlandiya, Kipr, Ukraina, Belorussiya, Rossiya, Serbiya, Bosniya, Gersegovina, Chernogoriya, Albaniya, Shimoliy Makedoniya, Moldova, Kosovo va boshqalar. Ya'ni Turkiya ham Yevropa hududiga kiradi. Xo'p, buni ham farqini bilib oldingiz. Ana endi Latviya mamlakatiga hujjat topshirsangiz necha oyda chiqadi? Uzog'i bilan 6 oy, qisqa muddat 2 oyga chiqadi. Xo'p, keyingi aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim qanaqa? Ketish xarajati qanday? Ketish uchun albatta siz migratsiya agentligi yoki xususiy bandlik agentligi, oxirida esa birorta tanishingiz orqali borishingiz mumkin yoki o'zingiz mustaqil ravishda. Xo'p, o'zlari tanish orqali mustaqil ravishda borganlardan eshitdim, deylik Latviyaga viza olib, to'g'ri Polshaga ishga ketishgan. $2,500 atrofida, ya'ni jo'natib bergan kishiga xarajatlari shunaqa bo'lgan, $2,500 atrofida tanishlari chaqirishgan, shunday qilib ketishgan, €2,500 ketgan. Latviyaga emas, Polshaga ketishganliklari uchun agarda to'g'ridan-to'g'ri Latviyaga bo'ladigan bo'lsa, €1,500 dan €2,000 yoki dollar orasida bo'lardi. Albatta avia chiptalari bor. Bu ish beruvchi bilan ro'yxatdan o'tish, tayyorlangan hujjatlar kiradi buning ichiga. Kimdirlar esa €1000 ga ham, $1000 ga ham Latviyaga hujjat tayyorlashgan o'zlari mustaqil ravishda. Migratsiya orqali ketadigan bo'lsangiz ham $800 dan $1200-1500 atrofiga ketishi mumkin eng yuqorisi. Ya'ni bunda avia chiptalar katta narxni egallaydi. Xususiy bandlik agentliklari orqali ketaman desangiz, albatta firma to'lovlari bo'ladi. Sizni ishga yuborishadi 2 oydan 6 oygacha.